Biz 1 kvadrat tunikamizni atiga 135 ming. Bu yigitlarni YouTube orqali topdim. YouTube orqali topib telefon qildim, uyimga, xonadonimga kelgan bo'lsa, chin vijdonan, ko'ngildan chiqarib, shunday qilib mehnat qilib. Foyda mana chiroyli holatda ishlarimiz yakuniga yetkazib berildi. Eslatib o'taman, men har doimgidek Usta Muhammad Yusuf, qadrdonlar, biz navbatdagi tunikafon xizmatimizni Andijon viloyati Qo'rg'ontepada mana shu tog'am xonadonlarida yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Tog'am o'zi ikki og'iz fikrini eshitamizda, xudo xolasa tavsiya qilamiz sizlarga. Tog'a endi bu YouTube orqali ko'ryapsiz. Ikki og'iz ko'ryapsiz. Ko'pchilik. Men bu yigitlarni YouTube orqali topdim. YouTube orqali topib telefon qildim, uyimga, xonadonimga keldi. Nima qilib razmerlarni olib, fason tanlang dedi. Men mana shu fasonni tanladim. Shularni qilgan mehnatlari uchun roziman. Nimaiki, qanday mehnat qilgan bo'lsa, chin vijdonan, ko'ngildan chiqarib, shunday qilib mehnat qilib berdi. Bularning mehnati uchun rahmat. Topgan pullari Xudo xolasa shularni bola chaqasiga nasib qilsin. Doimo bular sog' salomat yurib, el xizmatida bo'lishsin. Rahmat. Siz nimalarga ovora bo'ldingiz, tog'a? Men hech narsaga ovora bo'lganim yo'q. Bular hamma yo'qda, hamma materiallarni samarez, lesa, hamma xizmati o'zining ichida bo'ldi bularda. Hammasini o'zimiz olib keldik. Ha, hammasini bular o'zlari olib keldi. Hech narsaga ovora Men bo'lmadim. faqat bularni abetini berdim. Ha. Xursand bo'ldingizmi, tog'a? Ha, rahmat. Men xursandman. Sizga rahmat. Qilgan mehnatingizdan rozi bo'linglar. Xudo xolasa Bo'pti, rahmat. yaxshi kunlarda Ha, xizmat bo'lsa aytaverasiz, xudo. bo'ldi, xo'p. Aziz vatandoshlar, mana tog'amning fikrlarini eshitib oldik. Xudo xolasa bu joyda mana chiroyli holatda ishlarimiz yakuniga yetkazib berildi. Eslatib o'tamiz, vodiy bo'ylab tunikafon xizmatini sizlarga taklif qilib qolyapmiz. 1 kvadrat tunikamizni atiga 135 ming so'mdan hamma rasxoti ichida usta xizmatigacha, hattoki oyoq tagiga qo'yib ishlatadigan lesalarimizni ham o'zimiz olib kelib, sizlarning xonadonlarga ham mana shunaqangi go'zal holatdagi ishlarni qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi xonadonimiz sizlarning uylar bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, xizmatlarni vodiy bo'ylab amalga oshirmoqdamiz. Do'stlar, sizlar joyni kvadratiga emas, ishlatilgan tunikaning kvadratiga 135 mingdan berasizlar. Buni aytishimizning sababi mana shu ko'rib turgan pianino fasoniylarda iminni joyingizning kvadratidan 2 baravardan ham yuqori ketib qolishi mumkin. Joyli holatiga qarab qadrdonlar. Shuni inobatga olgan holatda bemalol ekranda turgan raqamlar bilan bog'laninglar. Eslatib o'tamiz, ko'pchilik narx-navoni so'rab telefon qiladi. Hamda joyni kvadrat bilan tunikani kvadratini adashtirib qo'yadi ba'zi akalarimiz, ukalarimiz. Shuning uchun yana aytayapman, qadrdonlar. Joyni kvadrati tekis bo'ladi. Biz bu yerga bukib, qayrib, ishlov berib, ustma-ust qatirganimizda ko'proq tunika ketadi qadrdonlar. Sizlar ketgan tunikani kvadratiga 135 ming so'mdan. Hozir 2024-yil iyul oyini oxirida turibmiz. Hozirgi vaqtda shunaqa bo'lib turibdi narx. Yani telefon qilsanglar, u paytda narximiz o'zgarib qolgan bo'lsa, bu narxlar hozirgi paytda amal qilyapti do'stlar. Shularni inobatga olib qo'yasizlar qadrdonlar. Xo'p. Yana qanaqadir sizlarga ma'lumot berish jarayonida kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, kommentariyada albatta yozib qoldiringlar, like-da ayamanglar, obuna bo'lmasdan bizni kuzatayotgan bo'lsanglar obuna bo'linglar qadrdonlar. Xudo xohlasa, sizlarni ham xonadonlarga mana shunaqangi go'zal ishlarni tavsiya qilib qolamiz qadrdonlar. Barchaga rahmat, sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.